Sen o'ylayotgan narsa yo'q bu yerda. Nimaga tushunmaysan? Bilet kimdir senga telefoningni kodini ochiq qoldirgan dumida. Hatto bir insofing bormi? Yastug'imni ber. Sendan dorini topib olaman. Agar shu yastuq sizda bo'lsa, hech narsadan qo'rqmasangiz bo'ladi. Okey, keyin ham haydab yubordilarmi? Demak, nimadir borki, haydab yuborganlar. Bo'pti, bo'lar ish bo'ldi. Okey, mana shu yastuqdan oling. Mashinada ham uxlab yuraverasiz. Xohlasangiz yastuq qilib quchoqlab yotasiz, xohlasangiz sovqatsangiz, ustingizga adyol qilib o'rab olasiz. Okey? Siz uchun takoy narsalar olib kelib qo'yganmiz, brat. Mana buni qarang. Olasiz, shunda o'raysiz. Yastuqni quchoqlab damni olaverasiz. Voy, okey, buni namuncha momoqligini qarang, okey? Buni ustingizga o'rab olasiz. Buni yastuq qilib boshingizga qo'yib olasiz, okey? 3 kun o'tadi, ketadi. Keyin baribir telefon qiladilar, qayerga boradilar. Buni okey 6 xilini olib kelib qo'yganmiz. Xohlagan rangini, xohlagan mashinangizga olib ketsangiz bo'ladi. Okey, yangiliklarni dodasi faqat bizda bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, bitta like bosasiz, kimga jo'natib qo'yishni o'zingiz bilasiz. Okey, videoga o'zingiz kommentariy bildirib ketasiz. Bu videoga uncha ahamiyat bermang. Okey, faqat keyin haydab o'rganda ishlatmaysiz. O'rta portolar bilan ko'chalarda kofe ichayotganda ham zo'r narsa ekan. Okey, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar obuna bo'lmasangiz, men yana sizni obuna qilishga aytganimdan majbur qilaman.